Tavhid aslida haqiqiy o'rganilsa, bu odamni albatta isloh qilish kerak. Agar isloh qilmayotgan bo'lsa, u soxta tavhid. Tavhid degani faqat kitoblardagi gaplar, Alloh bitta, falon ishni qilsang shirk degan narsalarga emasda, islom buzuvchi amallar degan. U tavhid samara berish kerak. Chunki Alloh tavhidni daraxtga o'xshatgan. Bir odamlarda tavhidni daraxtining tomiri bor, tavhid daraxtining shoxasi bor, tavhid daraxtining boring ana bargi bor, lekin mevasi yo'q. Daraxtdan maqsad nima o'zi? Meva. Meva berishligi kerak. Bo'lmasam u daraxt chala daraxt, ya'ni haqiqiy maqsadga muvofiq daraxt emas. Ana shuning uchun Alloh asluha sabit degan tavhid daraxtining asli sobit. Va faruha fis sama, shoxlari esa samoda degan. Robbimizning izni bilan hamma vaqt mevasini beradi degan. Mana tavhid agar haqiqiy bo'lsa, u samarasini berish kerak insonning hayotida. Bermayotgan bo'lsa, u quruq tavhid haqidagi informatsiyalar, ma'lumotlar ya'ni. Lekin kimlardir mana shu aldangan daraxt tomiri bor menda deb o'shani daraxt deb yuraveradi ya'ni. Lekin kimlardir mana shu aldangan daraxt tomiri bor menda deb o'shani daraxt deb yuraveradi ya'ni. Feridestanları gelir, çakalları süreriz aslanların günü gelir. Uzayan geceden sonra vurdu bir sabahtır gelir. Zemheri kışından sonra bize de baharlar gelir. Toprağa bir sevginler hayat bu. Taşımaz yükünü çatlak. Assalomu rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, bizning yurtlarda ko'p ustozlar tavhiddan dars o'tadi, lekin ularning hayotida sunnatni ko'rmaymiz. Savolim shuki, shariatdan maqsad tavhid o'qishmi yoki sunnatlarni tiriltirishmi debdilar. Avvalo shuni biling, birovning hayotini kuzatmang. O'zingizning hayotingizni qarang, o'zingizni isloh qiling, oilangizni, ahlingizni. Birovning hayotida sunnatga amal qilyapti, qilmayapti, bunga siz javob bermaysiz. To'g'ri, endi albatta amr ma'ruf nahiy munkar qilish hammaning vazifasi. Lekin inson o'zi bilan shug'ullansa, aslida boshqa bilan qarab, u nima qilyapti, nima qilmayapti, u narsaga vaqti qolmaydi. Ikkinchidan, aytaylik, ular shunday qilyapti ekan ham. Ya'ni sunnatlarga amal qilmayotgandek ko'rinyapti, tavhid o'qitib. Shuni bilingki, sunnatlar o'z nomidan sunnatlar. Ya'ni uni odamlarga ko'rsatib qilish shart emas. Masalan, shuning uchun sunnat namozlarida uyda o'qishga buyurilgan. Odamlarga ko'rsatib o'qishga emas. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uyda o'qilishlik kishining eng afzal namozi uyda o'qigan namozi, illoki farz namozlar bundan mustasno deganlar. Sunnat ro'zalar ham xuddi shunday. U odam uni birovga aytmaydi, ro'za tutib yuribman deb. Yana nima nazarda tutyapsiz, masalan, sunnatlarga amal qilmaydi deganda. O'zini ko'ylak kiyib, soqol qo'yib yurishni nazarda tutsangiz agar, bunga ba'zan siyosat to'sqinlik qilishi mumkin. Mana shunga o'xshash, avvalambor o'zi sunnatlar deganda nima nazarda tutyapsiz, shunga ham qarash kerak-da. Agar u odamlarga ko'rsatmayotgan bo'lsa, qilmayapti degani emas. Yoki ba'zan bir sunnatlar borki, uni inson qilishligida siyosat to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni maqsadi imkon qadar o'sha odamlarga uzr berishni o'rganish kerak-da, o'z nomidan, chunki siz bilan sunnat deganingizdan keyin bir ishdi. Mana bir Arobiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytgan-ku, men 5 mahal namozdan ziyoda qilmayman. Ramazon kelsa ro'zani tutaman. Shunda Rasululloh aytganlar-ku, aflaha in sadaqa. Agar rost aytayotgan bo'lsa, yutdi shu odam deganlar. Ya'ni o'sha farzni o'qigan bilan ham yutdi deganlar. Shuning uchun, ya'ni qarang demoqchiman, sunnatlarda odamlarga ko'rsatmayotgani qilmadi degani emas. Xo'p, aytaylik, qilmagan taqdirda ham endi bo'ldi, bu odam yomon odam degani emas. Uchinchidan, albatta endi shunaqa narsalar siz aytgan haqiqatdan bor, buni inkor qilolmaymiz. Ya'ni sunnatlarga e'tiborlik odamlarga shayton aqida tomonidan fitna qilgan. Ular qarasangiz tavhid nimaligini bilmaydi. Masalan, sufilar. Ana ularda sunnatlarda hammasiga amal qiladi, tasbihlar sanaydi, zikrlarga, sunnat ibodatlarga e'tiborlik. Lekin shayton ularni aqida tomonidan aldab qo'ygan. Ana shuning uchun bunaqa qilayotgan sunnatlariga shayton ularga hech ham vasvasa qilmaydi. Qilaver deydi, chunki shayton biladiki, bu 1000 yil ibodat qilsa ham aqida bilmagandan keyin havoga uchgan yil u qilgan ibodatlari. Lekin buni muqobilida o'zicha bir mana tavhidni o'qidim, tushundim degan odamlarga shayton boshqa tomonlardan fitna qiladi. U tavhid muhim, aqida muhim deydi, ha to'g'ri. Lekin mana bu sunnat ibodatlar, boshqa nafl namozlar, bo'lganda mana shunaqa zuhd, bu narsalarga shayton ularni e'tiborsiz qiladi. Mana qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, shayton Arab yarim orolida unga sig'inilishdan umidini uzdi. Ha, demak, ya'ni aqidani buzishdan umidini uzdi degani bu. Lekin nimaga rozi bo'ldi deganlar? Sizlarni o'rtalarga tahrish, ig'vo solishga shayton rozi bo'ldi deganlar.
Mana shu hadis asos qiling. Shayton demak sizni aqida tomonidan buzishga umid yo'q deb bilsa agar, o'zi u ham qiyin narsa endi masalan endi. Shayton keyin sizni kelib mana shunaqangi ibodatlar, odamlar bilan muomala, fitna mana shu narsalarga sizni vasvasa qiladi. Shu tomondan sizni yo'ldan uradi ya'ni. Shuning uchun bunda haqiqatan aldanayotganlar bor. Din desa faqat ana shu Navoqizul Islom, Usulul Salasa shunaqangi kitoblarni tushunmagan, boshqa narsaga hech ham amal qilmaydi. Albatta bu nuqson. Agar shunaqa odamlarni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bu nuqson. Ular aldangan odamlar va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. O'zini yaxshi ish qilyapman deb o'ylagan. Mana xavorijlar haqida degan sahobalar mana shu oyatda. Shuning uchun bu ko'pincha mana shunaqangi bobo qilayotganda mullavachchalar deydi-ku, ya'ni shu mullavachchalar hayotida kuzatilinadi. Yoki kitoblardagi shunaqangi chiroyli gaplar bilan mahliyo bo'lib, keyin amalga kelganda yo'q amal. Albatta bu narsa nuqson. Keyin 4-dan bu narsa tavhid aslida haqiqiy o'rganilsa, bu odamni albatta isloh qilish kerak. Agar isloh qilmayotgan bo'lsa, u soxta tavhid. Shuning uchun ham ulamolarda tajridut tavhid degan narsa bor. Tavhidni ham saralash, ya'ni tavhidni ham o'zi tozalash kerak. Tavhid degan gaplar ham o'zi tavhidga muhtoj. Tavhid degani faqat kitoblardagi gaplar, Alloh bitta, falon ishni qilsang shirk degan narsalarga emasda. Islom buzuvchi amallar degan u tavhid samara berish kerak. Chunki Alloh tavhidni daraxtga o'xshatgan. Bir odamlarda tavhidni daraxtining tomiri bor, tavhid daraxtining shoxasi bor, tavhid daraxtining boring ana bargi bor, lekin mevasi yo'q. U kim mana shu siz aytgan narsalar. O'shanga ko'ra yashamaydi keyin hayotida. Mana bu mevasi yo'q daraxt degani. Daraxtdan maqsad nima o'zi? Meva berishligi kerak. Bo'lmasam u daraxt chala daraxt, ya'ni haqiqiy maqsadga muvofiq daraxt emas. Ana shuning uchun Alloh asluha sabit degan tavhid daraxtini, mana asli sobit. Va faruha fis sama, shoxlari esa samoda degan. Tu'ti ukulaha kullahinin bi iznillah. Robbisining izni bilan hamma vaqt mevasini beradi degan. Mana tavhid agar haqiqiy bo'lsa, u samarasini berish kerak insonning hayotida. Bermayotgan bo'lsa, u quruq tavhid haqidagi informatsiyalar, ma'lumotlar ya'ni. Lekin u hali meva bergan daraxt tarzida uni qalbiga ko'karib urug'lamagan ya'ni. Mana shu uni nuqsoni bo'ladi. Albatta buning uchun amallar kerak. Shuning uchun iymon mana qarang, birinchisi la ilaha illalloh deganlar eng katta bo'lagi va eng kichik bo'lagi esa yo'ldagi ozorni olib tashlash deganlar. Hayo ham iymondan. Mana bu hadisda demak ishora bo'ldiki, aqida qanday, ya'ni ma'lumotlar tavhid bo'lsa, odamning bunday bir yurish turishdagi siymosi ham tavhid. Yo'lda yotgan ozor chekiga olib qo'yish, odamlarga zarar bermasin shu deb mana shunaqangi bir sunnat amallarni qilish. Shu ham tavhid mana. Lekin kimlardir mana shu aldangan, yuqorida aytilgan kabi shu daraxt tomiri bor menda deb o'shani daraxt deb yuraveradi ya'ni. Allohu alam.